Ko'pchiliklar so'ragandinglar, sochingizga nima surdingiz, qanaqa ko'p-yu, nima u? Bugun sizlarga shu narsani ko'rsataman. Birinchi bo'lib ozgina sochimizni suvlab olamiz. Bu muz bo'ladi. Muzni hamma joydan topsanglar bo'ladi. Agar sizlarga yaxshisi kerak bo'ladigan bo'lsa, bizani M19 Barber Shopga kelsanglar, bizda bor. Qo'limizga yaxshilab surib olamiz. Boshlab, keyin sochimizga surishni boshlaymiz. Ozgina sochingiz suv bo'lib tursa, undan yaxshi yopishadi. Taro kerak emas. Ko'rasizlar, boshqa hech narsa kerak emas, fen ham kerak emas. Yoz kunlarida faqat muz bilan yoki gel bilan sochlarni ukladga qilib yursanglar bo'ladi.